Bir ulgulik musulmon er ayoliga qanday muomalada bo'lishi kerak? Bilginimizdek bizning islom dinimiz hayotimizga munosabatlik bütün ishlarga yo'l yo'riq va ko'rsatma bergan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu yo'l yo'riqlarga o'zi amal qilib yashash orqali bu yo'l yo'riqlarga amal qilib yashashga bo'lganligini bizga tirik shaklda ko'rsatib qo'ygan. Shuning qatorida musulmon erning ayoliga qanday muomalada bo'lishi, Qur'on Karim bizlarga ayolimizga qanday muomala qilishini ko'rsatib qo'ygan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom shu bo'yicha yashab bizga tirik shaklni ko'rsatib qo'ygan. Biz ayolimizga qanday muomala qilishda Qur'onning ko'rsatmasiga amal qilgan vaqtimizda va Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ayollarga qanday muomala qilgan bo'lsa, biz shu bo'yicha muomala qilgan vaqtimizda biz haqiqiy ulgulik musulmon er bo'la olamiz. Shundaqla xushal va huzurli oila barpo qila olamiz. Xo'sh, undaqda Qur'on Karimda bizga ayollarimiz qarta qanday muomala qilishga buyuriydi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ayollarga qanday muomala qilgan? Ayollarning eng ehtiyojli narsasi nima? Alloh taolo Qur'on Karimda va ashiruhunna bil ma'ruf, ayollaringlarga go'zal muomala qilinglar deb bizni xuddi namoz o'qishga buyurgandek, ro'za tutishga buyurgandek ayolimizga go'zal muomala qilishga buyurdi. Chunki go'zal muomala ayolning eng ehtiyojli narsasi. To'g'ri, hammamizning ayolimizga go'zal muomala qilganimiz bor. Rasululloh degandek eng yaxshi ulgulik musulmon er bo'lganimiz bor. Lekin qilolmayotimiz. Ba'zi yaxshilik qilaman, go'zal muomala qilaman deb aski bo'lib qolyapmiz. Bu zodi nima uchun? Rasululloh ayoliga qanday muomala qilgan? Biz erlar yaxshi ulgulik musulmon er bo'lish uchun oldin bu yaxshi er bo'lishning birdamla vujudga chiqadigan ish emas, vaqt talab qiladigan bir jarayon ekanligini tushunishimiz kerak. Yaxshi ulgulik musulmon er bo'lish, xushal, huzurli oila barpo qilish uchun qilishga tegishli ishlarni biz bilsakmi, lekin ba'zi o ishlarga amal qilmasligimiz mumkin. O'zimiz xato qilmasam bo'ladi degan ishlarni qilib selishimiz mumkin. Shunga biz bu jarayonda birinchi qilib qildigan ishimiz o'zimizni kechirib o'tishni bilishimiz kerak. Masalan deylik, bizning ayolimizga ochiqlaydigan, uningga vaqiraydigan va yoki uni uradigan bir aybimiz bor desak, uning xato ekanligini hammamiz bilamiz. Uni tuzatishni xohlaymiz. Shundaq deb turibmi, ba'zi yana ochiqlab salamiz, to'lab salamiz. Bu vaqt qanday qilamiz? Yo'q, men odam bo'lmoqdekman. Men shundaq o'xshayman. Bu mening tug'ma mijozim o'xshaydi deb bel qo'yutamdi. Yo'q, men xatolashdim. Men yana tirishishim kerak. Yaxshi ulgulik musulmon er bo'lish uchun yana qaytadan tirishishim kerak deb o'zimizni kechirib o'tib, qaytadan ulgulik musulmon er bo'lishga tirishishimiz kerak. Chunki biz yuqori degandek, yaxshi ulgulik musulmon er bo'lish bir jarayon. Ayollarga buning qarta sabrchan bo'lish kerak. Shunga o'zimizni kechirishni bilmasak, bel qo'yib o'tamiz, o'zimizni tarbiyalamaymiz. Shunga ayolimizga bo'lgan muomalada xatolassak, o'zimiz xato degan ishni qilib salsak, "Ey, men xatolashdim. Yana diqqat qilay" deb o'zimizni kechirib o'tib, yana diqqat qilishga tirishishimiz kerak. O'zimizni tarbiyalashni davomlashtirishimiz kerak. Ikkinchidan, ulgulik bir musulmon er ayoliga qanday muomala qilishda ayolning tabiatini tushunish kerak. Ya'ni ayol kishi nimaga muhtoj, buni bilish kerak. Ko'pincha erlar ayollar pulga amroq va yoki ayollar kiyim-kechakka amroq va yoki go'zal uyga amroq deb bilishi mumkin. To'g'ri, buni ayollar yaxshi ko'radi. Lekin ayolning eng ehtiyojli narsasi bu emas. Ayollarning eng ehtiyojli narsasi go'zal muomala, illiq muomala. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda nima dedi? Va ashiruhunna bil ma'ruf. Ularga go'zal muomala qilinglar dedi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum xulqan va altafuhum bi ahlihi. Müminlar ichida iymoni eng mukammal, komil bo'lgani, ularning axloqi go'zal bo'lgani va altafuhum bi ahlihi va oilasiga, ya'ni ayoliga muloyim muomala qilgani deydi. Axloqning go'zal bo'lishi iymonning mukammal bo'lganligining isboti ekanligini tushunish oson. Ammo iymonning mukammal bo'lganligi bir erning ayoliga eng muloyim shaklda muomala qilishi deganlik, buni tushunishga bir oz o'yinish va tafakkur ketadi. Nima uchun bir erning ayoliga go'zal muomala qilganligi uning iymonining mukammal bo'lganligini ko'rsatadi? Chunki bir erning ayoliga muloyim, illiq shaklda muomala qilganligi u ayolning eng ehtiyojli narsasini bergan bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sizlarning ichinglardagi iymoni eng mukammal bo'lgani ayoliga eng muloyim shaklda muomala qilgani deydi. Masalan, ayollarimizni eng isl uylarda o'ltirg'izib, eng isl kiyimlarni elib berib, nima desa shuni qilib berib, lekin muomalada qo'pol bo'lsa, u ayolda huzur ololmaydi. Chunki u eng ehtiyojli narsasini ololmaydi. Shundaqla bir ayolning yo'ldoshining illiq muomalaga erisholmadi deganligi, u ayolda bexatarlik tuyg'usi shakllanmadi deganlik. Xushal bir oila barpo qilishda ayolning bexatarlik tuyg'usining shakllanishi birinchi o'rinda turadi. Agar ayolda bexatarlik tuyg'usi shakllanmasa, u ayol kishi oilaga o'zini berolmaydi. Bolalari va yo'ldoshiga bo'lgan muomalasida farqliq bo'ladi. Chunki u oilasidan xotirjam emas, kelgusidan xotirjam emas. Bunda ayol kishi o'zining uyida turib o'zini erkin his qilolmaydi. Turmushni huzur emas, besim his qiladi. Ya'ni ayolning eng ehtiyojli narsasi go'zal muomala deganlik, ayolning eng ehtiyojli narsasi shu go'zal muomaladan keladigan bexatar
bexatarlik tuyg'usi deganlik bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda bizni va'ashiruhunna bil ma'ruf. Ayollar go'zal muomala qilinglar deb buningga buyuradi. Bu orqali ayollar bexatarlik tuyg'usiga erishadi. Ayollar bexatarlik tuyg'usiga erishgan vaqtida oilaga o'zini ataydi. U vaqtda erga qilgan muomalasi, bolalar qilgan muomalasi, hatto uy tutishi, hatto tamoqqa bo'lgan ixlosi hammasida nihoyat farqli bo'ladi. Shuning uchun o'zini musulmon deb qaragan, ulgulik musulmon er bo'lay degan erlarning qildigan ishi ayollarimizga bexatarlik tuyg'usi berish. Bexatarlik tuyg'usi berish uchun qanday qilishimiz kerak? Alloh taolo Qur'on Karim degandek, ularga iliq, go'zal muomala qilishimiz kerak. Shundaqla ayolimizning bexatarlik tuyg'usini o'ltirib o'tadigan bir qancha ishlarni yiroq turishimiz kerak. Ayollarning bexatarlik tuyg'usini o'ltirib o'tadigan ishlar qaysi? Ayollarning bexatarlik tuyg'usini o'ltirib o'tadigan ishlarning birinchisi bo'lsa, ayollarimizga qo'pol tegish, ularga achchiqlash. Eng xatarligi ularni urish. Erlarning mijoz xulqi ayollardan farqli keladi. Ya'ni erlar qo'pol keladi. Qalbida hech qanday yomonlik bo'lmasa-mu, ba'zida ayollarga qo'pol tegib soladi, achchiqlab soladi. Ammo ayollar buni undaq tushunmaydi. Ya'ni ayollar bu menga doim qo'pol tegadi. Chuqum bu meni yaxshi ko'rmaydi. Men bilan uy tutqusi yo'q. Men ochiqligan qaraganda bu menga nihoyat o'sh deb erlarning ko'nglida bo'lmagan ishlarni o'zi o'ylab chiqadi. Bu orqali o'zidagi oilaga bo'lgan bexatarlik tuyg'usini o'ltirib soladi. Ammo ko'p hollarda erlarning ayollarga qo'pol tegib solishida, ba'zida ochiqlab solishida ayollar o'ylab olgandek undaq murakkab ishlar bo'lmaydi. Lekin ayollar shundaq o'ylaydi. Chunki ayollar hissiyot bilan o'rgatiladigan har bir muomaladan, har bir ish harakatdan bir ma'no izlaydigan xarakterga ega. Shuning uchun ayollarning birinchi ehtiyoji go'zal muomala. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum xulqan va altafuhum bi ahlihi. Mu'minlar ichida iymoni eng komil, eng mukammal bo'lgani, axloqi go'zal bo'lgani va ayoliga eng muloyim bo'lgani. Bir musulmon erning ayoliga bo'lgan muloyimligi, uning iymonining mukammal ekanligini bildirsa, uning ayoliga bo'lgan qo'polligi-chi, uning ayoliga bo'lgan ochiqlishi-chi, hatto ayolni urish-chi. Bu nimani bildiradi? Esimizda bo'lish kerakki, biz erlarning ustida ayollarning yemak-ichmak, kiyim-kechak va turalg'i chiqimlari yuklanganga o'xshash ayollarga go'zal muomala qilishi yuklangan. Bu bizning ustimizdagi ayollarning haqqi. Shundaqla ayolimizga bo'lgan go'zal muomala bu xushal, huzurli oilaning tunji asosi. Biz ayolimizga go'zal muomala qilmasak, ayolning kayfiyati tushkun bo'ladi. Bu tushkun kayfiyat bolalarning kayfiyatiga ta'sir qiladi. Bolalarning kayfiyati ularning uygunishiga ta'sir qiladi. Hatto bolalarning birisi bilan bo'lgan munosabatiga ta'sir qiladi. Demak, biz ayolimizga qo'pol muomala qilish bilan, ularga achchiqlash bilan, ularni urish bilan bir butun oilaga ziyon solgan bo'lamiz. To'g'ri, bu haqda tirishgan bo'lishimiz mumkin. Achchiqimizni yengishni, achchiqimizni kontrol qilishni o'ylagan bo'lishimiz mumkin. Hatto ba'zi umidsizlanib, men tuzalmagudekman, mening tabiatim mushu o'xshaydi va yoki mening mijozim sapra, cho's deb o'zimizga bahonalar topgan bo'lishimiz mumkin. Amaliyotda achchiq bir xil tuyg'u, u bir xil hissiyat, uni kontrol qilg'ili bo'ladi. Men tuanda sizlarga ochiqni kontrol qilish, uni yengish haqida bir qancha usul o'rtoqlashman. Oldi bilan biz ochiqni yengish uchun ochiqning xarakterini, mohiyatini tushunishimiz kerak. Ochiq hissiyatning bir xil turi. Har bir insonning tabiatida bo'ladi. Agar ochiq bo'lmasa, dunyoda zulm qarashi, kurash, urush bo'lmaydi. Ochiq cho'qim bo'lish kerak. Lekin bu ochiqni to'g'ri yerga sarf qilish kerak. Ya'ni biz ochiqlayotgan ishlar haqiqatan ochiqlashga tegishli ishlarmi? Bizga qilingan zulmmi? Biz qilingan haqoratmi? yo bizning mahriyatimizga biz chaqalayotganmi? Biz shuningga ochiqlayotganmiz. Va yoki tomoq vaqtida pishmasa, ba'zi biz degan ishlar degandek bo'lmay qolsa, buningga ochiqlayotganmiz, buni qarab chiqishimiz kerak. Ya'ni bizning ochiqlashimiz normal ochiqlanishmi yoki benormal ochiqlanishmi, buni ayirishimiz kerak. Chunki bir odamda normal ochiqlanish bo'ladi ekan, bu noyat tabiiy hodisa. Ammo benormal ochiqlanish bo'ladi ekan, u odamda normal ochiqlanish bo'lmaydi. Ya'ni saqliq bilan kasallik ta'tir tanasib bo'lgandek, normal ochiqlanish bilan benormal ochiqlanish ta'tir tanasib bo'ladi. Bir odamda normal ochiqlanish bo'ladi ekan, benormal ochiqlanish bo'lmaydi. Benormal ochiqlanish bo'ladi ekan, normal ochiqlanish bo'lmaydi. Ya'ni bir odam oilasida to'xtamay ochiqlaydi ekan, bolalarga ochiqlaydi ekan, ayoliga ochiqlaydi ekan, oddiy ishlarga chesh ochiqlaydi ekan, ya'ni benormal ochiqlaydi ekan, u odamda normal ochiqlanish, ya'ni zulm qarshi ochiqlanish, nohaqchilik qarshi ochiqlanish, boshqalar buza qilinsa, uning qarshi ochiqlanish tuvan bo'ladi. Chunki odam ochiqini benormal yerga, ya'ni ochiqlanmaydigan yerga sarf qilib o'tgan. Bizdagi ko'p hollardagi ochiqlanish, bo'libmi oilamizga, ayolimizga bo'lgan ochiqlanish benormal ochiqlanish. Ya'ni ishlar mening degimdek bo'lmadi deb ochiqlanish. Benormal ochiqlanishning tagiga kibr, cho'ngchilik yoshiringan bo'ladi. Ya'ni bir odam hamma ishlar mening deganimdek bo'lishi kerak, hamma odam mening gapimga quloq solishi kerak, meni hurmatlashi kerak degan bu xil cho'ngchilik, bu xil kibr bir odamda maxfiy bo'lsa, bu kibr ochiq bilan ifodalanadi. Balki bu odam menda kibr yo'q, cho'ngchilik yo'q deb o'ylashi mumkin. Ammo u odamda maxfiy kibr bor. Maxfiy cho'ngchilik, maxfiy kibr bo'lganligi uchun ba'zi ishlar o'zining degandek bo'lmasa, uning qarta ochiqlaydi. Aslida bir inson o'zining inson, qarshi tarafning bir inson ekanligini unutmaslik kerak. Hamma ishlar mening deganimdek bo'lish kerak degan bu xil mustabid
xarakterdan qutulish kerak. Chunki hamma ishlar mening deganimdek bo'lishi kerak degan bu xil cho'ngchilik faqat Allohga xos. Haqiqiy cho'ng bo'lgan, haqiqiy buyuk bo'lgan Allohga xos. Insonning hamma ishlar degandek bo'lmaydi. Uni qabul qilish kerak. Bir odamning hamma ishlar mening deganimdek bo'lishi kerak deb o'zining degandek bo'lmagan ishlarda ochiq qilinishi u Allohdan cho'ngchilikni talashqanlikqa bo'ladi. Chunki hamma ishlar degandek bo'lishi kerak bo'lgan zot kim? U Alloh. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisi qudusida Allohdan naql qilib turib, Alloh taolo bunday deydi: "Al-kibriya ridai." Cho'ngchilik mening to'nim deydi. Ya'ni hamma ishlar mening deganimdek bo'lishi kerak degan bu xil cho'ngchilik mening to'nim men xos ish. Qandaq bir odam mendan u cho'ngchilikni talashidi ekan, uni do'zaxga tashlayman deydi. Ya'ni bizning oilada ba'zi ishlarning bizning deganimizdek bo'lmaganligi uchun ochiq qilinishimiz, g'azablanishimiz, hatto ayolimizni urishimiz bu Allohga xos bo'lgan cho'ngchilikni, ya'ni hamma ishlar mening deganimdek bo'lishi kerak degan bu xil buyuklikni talashqanlik bo'ladi. Uningga faqat va faqat Alloh loyiq. Xulosa qilib aytgan vaqtimizda ba'zi ishlarning bizning deganimizdek, biz degan vaqtda bo'lmaslik qarta ochiq qilinishimiz u Allohdan cho'ngchilik talashqanlik, kibr talashqanlik, bizni do'zaxga tashlashga sabab bo'ladigan bir xil xarakter. Shunga buni yo'qotishimiz kerak. Ayolimizmi bir inson hamma ishni bizning deganimizda qilib bo'lmasligi mumkin. Uning qarta biz sabr bilan muomala qilishimiz kerak. Rasulullohmi ayoliga ana shunday muomala qilgan. Hatto uyda mehmon bor vaqtida, qochini chiqib o'tgan vaqtida Rasululloh "Ananglarning ochiq kelib qoldi" deb sabrchanlik bilan o qochilarni o'zi yadin tagan. Masalan, qarab baqadigan bo'lsak, bizning boshqarolmayotgan, biz kontrol qilolmayotgan bu atalmış ochiqimiz bizning kuchimiz yetadigan kishilar qarta bo'ladi. Yavash ayolimizga, yavash bolalarimiz qarta o'zimizdan cho'ngroq biz hurmatlaydigan odamlar qarta u ochiqimizni boshqa olmay qolalamdi, kontrol qila olmay qolalamdi. Unda emas. Hatto uningdan cho'ngroq ishlar bo'lib ketsa-mu, uning qarta sabr qilamiz, ochiqlanmaymiz. Chunki u qarshimizdagi hurmatlik biz cho'ng biladigan inson. Uning qarta ochiqlanmaymiz. Demak, bizdagi ochiqlanishning normal yoki binormal ekanligini ayirish uchun shu ish boshqa bir biz cho'ng biladigan bir odamni yuz bersa-mu ochiqlanamdim. Buni bir o'zimizdan so'rab baqish kerak. Biz kuchimiz yetadigan kishilarga ochiqlab, boshqa kishilarga ochiqlamaganligimiz u ochiqlanishning binormal ekanligini ko'rsatdi. Deganimizda binormal ochiqlanishning ostiga kibr, cho'ngchilik yo'qolgan bo'ladi. Shunga biz bu xil ochiqlanishdan qutulish uchun oldin o'zimizda kibr borligini e'tirof qilishimiz kerak. Chunki bu yerdagi kibr maxfiy, yushurun kibr. Biz bu kibrni, ya'ni bu cho'ngchilikni yo'qotmay turib o'zimizning ochiqini kontrol qila olmaymiz. Kibrni yo'qotish uchun yuqorqi hadisni eslashimiz kerak. Ya'ni bizda cho'ngchilik bo'lishi Allohga xos ishni talashqanlik. U bizning do'zax kirishimizga sabab bo'ladi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana bir hadisda la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala zarratin min kibr. Qalbida zarrachilik cho'ngchilik bor odam jannat kirmaydi o deydi. Mana bu kibrni yo'qotish oxiratda bizning jannat kirishimizga sabab bo'lsa, bu dunyoda ayolimizga ochiqlanishning, ya'ni binormal ochiqlanishning oldini oladi. Xushal oila barpo qilishga sabab bo'ladi. Shunga mening ochiqim yomon, men ochiqimni kontrol qila olmayman degan bu kishilar o'zining qalbiga bir qarab chiqish kerak. Agar ochiqlangani normal bo'lsa, ya'ni biz ochiqlanayotgan u ish haqiqatan ochiqlanishga tegishli ishlarmi? Ayolimiz harom ishdan birini qilibdimi? Alloh cheklagan ishlardan birini qilibdimi? yoki axloqiy jihatda nashani ishlarga tushibdimi? Va yoki o'ngshuvaqli bo'lgan har qanday insondan sodir bo'lgan oddiy xatoliklarni bunun qarab chiqishimiz kerak. Agar bizning ochiqlanganimiz oddiy ishlar bo'lsa, ya'ni bizning ochiqlanishimiz binormal ochiqlanish bo'lsa, bunun qarta o'zimizni tekshirib tövbe qilishimiz kerak. Qalbimizga marazni yo'qotishimiz kerak. Chunki bu binormal ochiqlanish bizni oxiratda do'zax kirishga sabab bo'lsa, bu dunyoda haqiqiy ochiqlangan ishlarga ochiqlanishni to'sib qo'ydi. Nohaqchilik uchirgan vaqtimizda, boshqalar zulm qilgan vaqtda uning qarta ig'ir besiq bo'lib qolamiz. Ikkinchidan, ya'ni ayol kishining bexatarlik tuyg'usini o'ltirib qo'yadigan ishlarning ikkinchisi bo'lsa, ayolimizga ajrashib ketish va shuning aloqador har qanday gap so'zlarni chaqchaq qilib va yoki tahdid silib va yoki qo'rqitib qo'yish yo'sidan deyish. Ya'ni qanday shaklda deylik, o'sha ajrashib ketishga aloqador har qanday bir so'z ayolning oilaga bo'lgan bexatarlik tuyg'usini o'ltirib tashlaydi. Shuning uchun bizning dinimiz shu taloq, suzangni ol degan gaplarni mayli o'ynashib dursin, mayli chaqchaq qilib dursin, u taloq bo'lib ketadi, nikoh oxirlashadi deb buni bekitgan. O'ylab baqadigan bo'lsa, shundoq bir ulug' nikohning, ulug' bir oilaning bir gapga, ya'ni taloq, suzangni ol degan bu so'zga bog'lanishi dal bu yerga yiqilishga bo'lmaydiganligini bildiradi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom chaqchaq qilib o'ynashib qanday shaklda desin, taloq desa yoki suzangni ol desa, u nikoh oxirlashadi degan. Nimishqa u yerga yiqilishga, chaqchaq qilishga bo'lmaydiganligi, qo'rqitish vositasi qilishga bo'lmaydiganligini bildirish uchun. Ya'ni bu ayollarning nihoyat sezgi va qizil siziqi bo'lganligi uchun. Shunga bunday so'zlardan nihoyat yiroq turishimiz kerak. Har xil shaklda chaqchaq qilib bo'lsa-mu demasligimiz kerak. Ya'ni shuningga o'xshash ayolimizga ikkinchi ayol olaman degan gapni ko'p deyish, meni chaqchaq bo'lsin. Bu ayollarning oilada bexatarlik tuyg'usini
o'tirib qo'yilgan ishlarning birisi. Bunday gaplarni ko'p qilish ikkinchi ayolni rost olgandimi bakrak ayolning turmush qarta bexatarlik tuyg'usini zidilaydi. Esimizda bo'lishi kerak, bir ayolning oilada bexatarlik tuyg'usi tuvallagan vaqtida va yoki u zaxmiga uchursa, u oilaning ul asosi terrab qoladi. Shuning uchun bugungi kunimizda biz musulmon erlarninki eng sal qarayotgan va qirishga tegishli ishi ayolimizga bexatarlik tuyg'usi berish. Bu bugungi kunimizda zoya bo'layotgan ayollarning eng muhim haqqi. Biz mushuni ado qilgan vaqtimizda haqiqiy ulgulik musulmon er bo'la olamiz.